şundan bo'lsa, barcha aziz mehmonlar, hammanglar yaxshimi? Ovozingni bosh qo'y. Ovozingni bormi yo'q? Rahmat, teşekkür. Ovozimizni mana shunday qo'yyapmiz. Tushdi. Tomoqni sal oz yeb qolgan o'xshaysizlar, chavaklar bormi? Kayfiyat ko'tarilmasa faqat mening gap qo'g'im kelmaydi. Shunga men o'sha chavakni qizg'in bersanglar, ajoyib gap qilib aytaman. Salam qilib men keldim, tabassumlar ep keldim. Yurakga seg'ingan barcha do'stlar bilan asral shoy deb qoldim. Qizil gulmo gul bo'lsin, attir gulmo gul bo'lsin. Bugungi o'sha Dilrus dasturxonimizga alohida qadam tashrif qilgan barcha aziz mehmonlarga kucha qizi Kamina Xosiyat xonimdan egilib turib, behrlik salomlar bo'lsin. Rahmat. Salam. Eli diyardagi barliq do'stlar. Shundaqla Abdum rayonidan kelgan her qaysi joylardan kelgan barliq qarindoshlar, hammanglarning mush vaqtinglar xayrli bo'lsin. Kamina eli o'g'li Javdat Rafqatdan hammanglarga mehrlik salom. Rahmat. Güzellikning timsoli, muhabbatning chin ma'nosi bo'lgan, bir qo'lida 5 kun tavrasida, yana bir qo'lida dunyoni tavrdalaydigan eng suyimli, eng chiroyli xonim qizlar. Tarixda mislsiz qalbining shohidi bo'lib, po'latdak irodasi bilan vatan uchun, xalq uchun, jamiyat uchun, oila uchun untinsiz teklif qo'shayotgan taqsifat erlar. Ekran oldidagi barcha aziz mehmonlar, do'stlar, adashlar, mungdashlar, kasbdoshlar, hammanglarning mush vaqtinglar yana bir qatim xayrli ham, go'zal bo'lsin. Rahmat. Rahmat Xosiyat xonim. Bugun Şinjan Dilrus Biopen Texnik şirketining faoliyati bilan mush kelgan mehmonlarning oldiga xushchaqchig'imiz bilan, isil chavaklarimiz bilan chiqimiz deb men bular bilan jo'rib chiqyapman. Jiroq yaqindan kelgan mehmonlar bor ekan. Shunga mashhad o'tag'an barliq qarindoshlar hammamiz iliq vakillik qila olamiz. Shunga chavaklarimiz uzilib qolmasin, xushchaqchaqligimiz to'kilib qolmasin, ha? Rahmat. Rahmat. Chavaklar bo'lsa, tilaklarning anglisi bo'lgan shu chavaklarimiz, shunaqla kulkularimiz, ovozimiz bo'lsa, shu sahnadagi Javdat bilan ishkimizning qiqas chaqchaqlarimiz, shundaqmi? Shunaqa ovozlarimiz, she'r qo'shiqlarimiz uzilib qolmasa deydigan umidimiz. Yana bir qatim chavak berisizlar. Teşekkür. Rahmat, rahmat aytamiz. Aziz mehmonlar, abiyatda shu faoliyat boshlashdan burun men sizlarga bir qatim shu ta'kidlab qo'ygan, shu past turayotgan aziz mehmonlar, barcha qarindoshlar, shu ekrandagi abiyatning ikkilik kort armimani skanerlab bo'ldinglar. Qachon shu do'stlar chambergiga bir qatim ham baxirli etib, uningdan boshqa to'plaringlarga, do'stlaringlarga ham baxirli bo'lsanglar, balkim sizlarni shu jiroq shaharlarda ko'rayotgan urug'-tuqqanlaringlar bor bo'lishi mumkin. Shunga hammanglardan yana bir qatim umid qilamiz, do'stlar chambergiga ham baxirlab qo'yishinglarni. Rahmat. Balkim ashtaq pambaraklab qo'ysanglar, yaxshi deb o'ylayman, qanaylanish Diyansan finşan qilib qo'ysanglar, ancha-muncha sal turib bangiylarni chaqirib chiqishimiz mumkin. Shunga bugungi faoliyatimiz haqiqatan qiziqdi. Mashhad o'tag'an barliq do'stlarniki o'rtaq kuchini umid qilamiz, ha. Teşekkür. Chavakni manda chasanglar faqat bo'lmaydi. Chavakning yana bir qatim chepiqinglar faqat ovoz chiqmayotdi. Chavak chaqanga pul ketmaydi. Zapchiraylik o'ltiribsiz, jibqimarjan tizg'andak. Qash ko'zlaringiz zapchiraylik rassom ustam sizg'andak. Chiqar hozir maydonga mahoratlik mehmonlar, rag'bat bo'lsin bularga pul ketmaydi chavaqqa. Isvel. Teşekkür. Chavak yana mana shunday chalamiz. Xo'sh, rahmat. Rahmat. Bular ham mosh kayfiyatli o'tirdi siz ko'ring. Rahmat, teşekkür. Ana biz mana qilaylik Javdat. Mush pastda o'tirayotgan aziz mehmonlar bugun 4 ko'zi bilan tutayotgan bizniki shirkat rahbarlarimiz, uningdan boshqa cho'lponlarimiz, boshqa bizniki shu shaharlardan kelgan o'qituvchi muallimlarimiz va mush muallimlarimizni pastda o'tirayotgan barcha aziz mehmonlarning qizg'in olqishlari bilan sahnamizga taklif etib olamiz. Chavak bo'lmasa chiqmayma deydi. Shunda qilamizda. Aziz mehmonlarimiz bugun sahnaga taklif etamiz. Chavaklarni urimiz. Pek güzel halatı çıktı ular zade, ha? Ma pastki mehmonlarning mushu bek chavakchamay, g'amkin o'ltirvag'ini qaraganda, ko'pinchalar bizni ko'rmayaptamdiki deb o'ylab qoldim. Ya bo'ladi, bu mushnochida chiqinglar chaqchaq ko'rayotganlar bordi. Bormi yo'q? Chavakchi. Rahmat, teşekkür. Undan bo'lsa xo'sh hurmatli aziz mehmonlar, eng oldi bilan bizning mushu sahnamizga alohida qadam tashrif qilgan aziz mehmonimiz bo'lsa, Dilrus Biopen Texnik shirkatining shirkat maslahatchilik muallimi Mahira muallim. Qarşalımız. Chavak bo'shab qolmasin muzika. Rahmat. Chavak. Hay hay. Rahmat Mahira muallim, xush kelibsiz. Qarshi olamiz. Qarshi olamiz, ha. Unda olsa sahnamizga chiqmoqchi bo'lgan aziz mehmonimiz, elaninki faxrlik o'g'loni Anvar Hokim akamiz. Qarshi olamiz.
Müzik besanglar acayip bir hoşuna gitti. Aman Allah'ım. Rahmat, Anvar hakimni qizg'in qarshi olamiz men keldim. Rahmat, unda bo'lsa, aziz mehmonlar, mushu pastirayotgan barcha qor ko'zlar to'rt ko'zi bilan kutib turayotgan, shundaqla mushu bizni yaqindan qo'llab kelayotgan Xinjiang Dilrus biopatexnik chekish shirkatining qo'rg'uvchisi Abdurahim apandim bilan Aysha xonim. Qarshi Muzikaning ovozi to'g'ri bo'lsa, yana bizniki o'sha sahnamizga alohida qadam tashlab qilgan aziz mehmonimiz bo'lsa, G'ulji tarmoq shirkatimizning shirkat direktori Xolmurod apandim bilan Rashida xonim. Marhamat bo'lsin. Qarshi olamiz. Musiqa. Hoşuna masaz mehmonlar diqqat qilsanglar, yana davomli bizning shu Dilrus biopatexnik chekish shirkatimizning G'ulji tarmoq shirkatining shirkat mas'ullaridan Abdurahmon apandim bilan Ravshan xonimni taklif etamiz. Marhamat bo'lsin. Marhamat. Chavakni qizg'in cholimiz. Hay hay. Rahmat deymiz barcha aziz mehmonlar. Bizning shu Dilrus shirkatimizning 2021 yil yangidan bozorga solgan huzurlik mahsulotimiz sizlar mush ekranda ko'rayotgan Dilrus yurishlik mahsulotimizning Xinjiangdagi setish direktori shundaqla bizning bosh direktorimiz Kucha qizi Mukarram xonimni sahnamiz taklif etamiz. Marhamat bo'lsin. Marhamat. Hay hay, musiqa. Rahmat. Ondan bo'lsa, bugungi shu faoliyatimizni alohida qo'llab Abdum rayonidan kelgan Al-Kuyi musiqa atritining Azmat boshliqdagi obyektni musha sizlarga mo'ngluq musiqalarni naqshlarni aytib bergan shu atratdagi barcha aziz mehmonlarni qizg'in qarshi olamiz. Sizlarga rahmat. Undan boshqa bugungi shu faoliyatimizga bizningki Abdum rayonimizning har qaysi joylaridan aziz mehmonlar nurg'ulg'an musofirlarni bezib o'ziniki qimmatli vaqtini ajratib, shundaqla o'ziniki marhaba qadamlari bilan G'ulji diyoriga qadam tashrif qildi. Bugungi bizning Dilrus mahsulotimizning shirkat birlashma qo'rg'uvchisidan G'ulji setish direktori Zulmira xonimni qizg'in qarshi olamiz. Marhamat. Chamak berib turamiz. Chavak, musiqa beramiz. Rahmat. Unda bo'lsa, bizniki Urumchi tarmoq shirkatidan, bosh shirkatdan alohida qadam tashrif qilgan aziz mehmondan setish bo'limidan Aynur xonim, moliya bo'limidan Omaqqina Riyongul odamni qizg'in qarshi olamiz. Marhaba. Marhaba, xush kelibsizlar. Ana bu kitib qolganda men o'qib o'tay. Jada siz yenimda turib davomli chefin ko'targash turing, ha? Undan bo'lsa bizniki shu To'qsu diyardan yana Aqsu viloyatining To'qsu diyardan kelgan Aliya xonim. Shirkat birlashma qo'rg'uvchilari shirkat paychiki, ha? Amangul doktor, Nuriya doktor, Arzgul xonim. Marhamat. Ha, chavaklarimiz sizib qolsin. Hay hay. Rahmat, xush kelibsizlar, güzeller, qarshi olamiz. Yana bizning shu G'ulji shaharimizdan bizniki shirkat birlashma qo'rg'uvchilarimizdan o'qiytayam ismini o'qidim. Fatima xonim, Rizvangul xonim, Gulpiya xonim, Gulgina xonim, Bahargul xonim, Buhajar xonim. Qarshi olamiz. Yana bir aziz mehmonimiz bo'lsa, Urumchidan kelgan shirkat paychiki Amina xonim. Qarshi olamiz. Qarshi olamiz. Marhaba. Chavaklar yana bir qadam qizg'in beringlar. Qo'lingiz, paychiklar qo'lingiz. Chavaklar aymay chalamiz, chavak o'zimiz uchun. Rahmat. Muzikalar rahmat, rahmat. Voy.
Cıq güzəllərini çağırıb açıq boğucu hemen çarçap qaldık. En ahırısı birisi qaptıken Cavdet, men çağırıb etayla oldu dedi, adab berivettim. Aminen onda basa hoş hürmetlik azmeymallah. Vaqtinglarni bek chiqib ketmaymiz. Şoňa hemminglar özüňlarning eng chiroyli, eng güzel qiyofatinglar bilan qo'linglardagi telefoninglarni azroqini qo'yib turib, engak yo'lab o'ltirib atgan bo'lsanglar, qo'linglarni pastga tushirib turib, kiyiminglarning egizpas yerlari bo'lsa, o'ngshab turib, diqqat nazaringlar davomli bizda bo'lsin. Shunda. Shunda bo'lsin. Unda bo'lsa, xo'sh, faoliyatlarimizning kun tartibi bo'yicha Sağ turib chiqamda qanda. bir qitim e'lon qilib olay. Qimmoq degan ishni bak qog'im kelib ketdi mening. Mukvasingizmi amal yo'q, yana bizniki shu shirkatning qo'lliq a'zosidan Abduxalil apandimiz taklifimizni taklif etamiz. Qimmoq degan qo'ymayman. Ha. Hay. Chavak bormi yo'q? Chavaklarimiz bormi? Rahmat. Mau biz bir ishga diqqat qilmay qoldik. Abduxalil apandim qilqapti yana 10 minut kechikib qilgan bo'lsak, vaqt o'tib ketadi ekanda. Mikib o'tiribsiz, kim ko'rdi uni? Shunda o'tman andiq yomonlab menib ekan qarantasi tutib oldik zada. Memallar bormi yana endi oxir baqib chiqadi. Yana mikvaqanlar bormi yo'qmi? Shunda o'tman o'rindiqlarning tegilib. Rahmat. Yo'q, endi yo'q. Endi yo'q. Bu qog'ininglar bu qo'yib qolsanglar menga o'zinglarni ma'lum qilinglarni bo'lsa xo'sh azmeymanlar. Sizlarning qimmatli vaqtinglarni olib qo'yamiz. Hammanglarning kechdan har turli ishlaring bor. Shu vaqtni ching tutib faoliyatlarimizning mo'l mazmunlarini sizlarning huzuringizga sunamiz. Undaqda amlik navbatda sahnga chiqadigan aziz mehmonimiz bo'lsa, shu Dilruz shirkatimizning G'o'ji tarmoq shirkatining mas'uli Xalmurod apandimni sahnamizga taklif etamiz. Marhamat bo'lsin. Marhamat. All you want is just dollars. You don't need no flowers. All you want is just dollars. Baby, you chasing the fame. Chavaklar nozilab qizg'inchiliklar qilinglar beka qamizon. Baby, you chasing the fame. Rahmat, teşekkür. Muzikanlar rahmat. Xalmurod apandi mening sol tarafimga bir o'ting. Xo'sh. Sen aldığa kelsangiz, mayagaraq kelsangiz qo'rqmayotganman. Teximiz yurakni ko'p ketganman. Rahmat. O'zingiz yuragingiz to'xtab intayin yaxshi so'zlarni qilib bersiz. Nima ish qiladigan vaqtda Mo'shu sahnaning oldi intayin bek yaxshi o'rin. O'zingiz mo'shu mehmonlarga ko'zingiz bilan tikilib turib, qancha yaqin orliqda so'zlasangiz, o'zingiz yuragingiz o'ylayotgan mehrlik so'zlaringiz intayin bek yaxshi chiqdi. Shunga men bugun mo'shu pastki barcha aziz mehmonlarga vakolatan, shunday shirkatga vakolatan, men shirkatning bir a'zosi bo'lish sifatim bilan rahmatimni bildiraman. Ko'p jafolarni chekdingiz. Rahmat, armag'aysiz. Undan bo'lsa sizni mo'shu o'tirg'a chiqib qoldik. Xotinni ba'dim yig'lashni boshlag'ilvatamdimi bola? Xo'sh. Bo'ldi ko'pchilik. Salom barliq azizlar, hammanglarning kelgan qadimiga marhaba. Va shundaqla hammanglarga mendan o'tliq salomlar bo'lsin. Rahmat. Men o'zimni qisqacha tanishtirib o'tay. Dilruz biotexnik şirketi, G'o'ji tarmoq şirketining qurg'uvchisi, ya'ni mas'uli Xalmurod Yusufjon bo'laman. Rahmat. Chavaklarga rahmat. Şirketimiz Dilruz biotexnik şirketi 2010-yili 9-ayning 13-kunidan tortib qurilgandan tortib ta mushkamgacha 11 yillik shalliq musafoyatni boshdan kechirib chiqdi. Bu jarayonda nurg'unlagan xalqlarningki yoqtirib iste'mol qilishiga erishgan 20 necha xil mahsulotni ishlab chiqardik. Bu jarayonda Xinjiangning har qaysi joylarida 103 setish nuqtasi, ya'ni zanjirsimon do'konni barpo qilib, 103 xodimning Xinjiangda o'z oldiga iyilik tiklash, ishga o'rnatishdek masalasini hal qilib keldik. Şirket rəhbərləri Abdurrahim əpəndim bu şirketni qurğandan tatib ta hazırgacha bütünlay mahsulotning ishlab chiqilishiga ko'ngil bo'lib, mahsulotning sifati shundaqla iste'molchilarningki texim yoqtirib iste'mol qilish uchun ko'p ajrlarni singdirdi. Buning uchun men shirkat bilan 2014-yili 5-oydan tortib hamkorlashgan. Ya'ni shu chaqdan tortib G'o'ji setish bo'limini barpo qildim. Shu jarayonda
En ahırkı yani bir teşekkürüm. Muşu şirketini kurgan ağinamga köp teşekkür. Ben Rahmet. muşu yolda birge kanat Rahmet. tekişimizi sorayım. Şundakla Rahmet. muşu sorun kelgen barcha aziz mehmonlar ve şundakla bizni qo'llab quvvatlab kelayotgan setish bo'limidagi xodimlar shundaqla yangi markadagi Delruz markasiga ergashgan mushu barcha azizlarningki kelgan qadamiga tashakkurlar bo'lsin. Rahmat. G'ulji tarmoq şirketi 2016 yılı 2. aydan tartib Angar aldırıldı. Mush jarayonda biz il oblastının 8 naya bir şehir qarashdik. Barliq o'rinlarda 18 tane zincirsiman do'konni barpo qildik. 200 ga yaqin xaridor biz bilan hamkorlashib mahsulotimizni iste'molchilarning qo'liga yetkazishdik. Mushunda shalliq vazifani ustiga ilib, yaxshi natijalarni şirketimizge nurg'unlagan yaxshi qimmatlik sohalarni yaratib berdi. Bizninki 2018dan tortib setishni ilgari suradigan usullarni qo'llanib chiqib jarayonda. Bizninki ob'yemda o'tdik, Rushanni alayda tilga oldik bu yerda. Rushanni yetakchi qilib part setish andisidan iborat bu bo'limni qurib chiqib nurg'unlagan yaxshi natijalarni shundaqla 100 ga yaqin xodimni ishga o'rnashtirishdek mushundaq yaxshi siyosatlarni bahrilandirib mushlarninki turmush besimi iqtisodiy jarayonlarni yengiltib keldik. Sal o'diqib qoldim to'g'ri tushuninglar. Ma ishki riyosatchi kiyinimiz chiqargan ki o'diqsiz sal kayinda tutturli. Riyosatchilikni o'rgansam bo'ladimi? Kayinda tutturaylik kayinda. Rahmat, chamak berib turinglar, rahmat, teşekkür. Gepimni bo'linib ketib qoldi. Men to'liq mikrofon tutmagani uzun bo'lib ekan. To'g'ri tushunishinglarni umid qilaman. Şirketimiz şu 11 yıl jarayonida nurg'un shundaq musofalarni boshdan ko'chirib o'tdi. Men G'ulji tarmoq shirkatining mas'ul bo'lish sifatim bilan bizningki buningdan keyin G'uljidagi setishning xizmatlarini yaxshi qilib, shirkat bilan aloqacha hamkorlashib, texmo yaxshi taraqqiy qildirish uchun ko'p tirishiman. Shundaqla sipimizga qo'shilib biz bilan teng ilgirlaydigan, iyilik tiklaydigan va yoki hamkorlashadigan do'stlar bo'lsa, bizningki shirkatimizga qo'shilishini samimiy umid qilaman. Oxirida aytganim hammalarningki bugungi mushurun kapagininglardan inta qargan mikrofonma meni o'z baldiroq tushib ketishim talab qilayotgan şeydan. Bo'ptamiz ko'pchilik. Hammanglarga menda o'tli salom. Rahmat sizlarga. Voy nimalar kelyapti bu yerda? Rahmat. Olsun. Men Xalmurat akamning xizmatishi ham qo'lsatqada bu yil 2 yil bo'libdi. O'sha jarayonda Xalmurat akamning bizga bergan bilimlardan ko'plagan odamgarchilikda bo'lsin, mayli oilada bo'lsin, bizga shunchalik undan muomala qilganlik uchun shuni ozroq ko'nglimni bildiray deb shuni qilgandim. Rahmat sizga. Bay. Rahmat. Rahmat. Gözülgan qo'llarga tetmamisin. Taqdirnomalarga rahmat, ko'p jabodasizlar demak. Xalmurat efendimning bugun demakchi bo'lgani asos jihatdan mush Delruz Biopendan ta'chik shirkati uchun so'qoqni so'qoq demay, issiqni issiq demay, mushu jabod tortayotgan setish bilimidagi direktorlarga, shundaqla barcha xodimlarga rahmatini bildirdi. Sizlarga yana bir qatim rahmatimizni bildiramiz. Rahmat armag'aysizlar. Bundan keyin yana davomli tirishib, cho'ng-cho'ng qalblarni qo'lga keltirishinglarni chin qalbimizdan umid qilamiz. Rahmat. Rahmat ko'pchilik. Bilem tutturulmuş Rashida, qani siz abiyatin numarasi mening qishimda pichirlab turdingiz. Chiqing.
Rahmat. Musikanızga yana bir qatim rahmat. Musikanlarga rahmat. Aldыңlarga kelinglar yerga. Ha, rahmat. Salam Jiroq va yaqindan kelgan aziz mehmonlar. Hammanglarning bugun qimmatli vaqtinglarni chiqarib, shu faoliyat qatnashganlarga ko'pdan-ko'p rahmat. Xalmuratning bugungi natijalarini mushundaq tövəndə o'tlagan qaltis hamkorlashuvchi va qo'llag'uvchi va isil og'aylarning yordamidan ayirib qarg'ilib bo'lmaydi. Abdurimga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Hamda buningdan keyingi hamkorliklarning texnik ching birga taraqqiy qilishinglarga chin ko'nglimdan tilakdoshman. İşleriniz utuqluq bo'lsin. Rahmat. Rashida men gap qilay. Xalmurat meni qo'liga ep to'sin. Xalmuratning yana o'tay. Xalmurat abetimiz Rashida deydi. Mushu yillardan beri Xalmuratni qo'llab kelgan qo'llag'uvchilarga rahmat, uningdan boshqa Abdurahim apandimga rahmat deb sizlarga zo'r utuqlarni tilab berdim. Demak, bugungi sizning mushu kun kelishingizda eng oldi bilan onangizning intayin cho'ng to'kpisi bor. Uningdan boshqa yeningiz turayotgan sizning mush mangulik hamroyingiz, ikki o'moq farzandingizning mehribon onasi bor. Shundami emasmi? Bir erning taraqqiy qilishda yenib turayotgan o'zining mangulik hamroyi intayin bak zo'r badallarni to'laydi. Nima ish qilganda bir ayol oilada bola tug'di. Balını beqib çoğun qılıdı, öyde tamıq etidu, kırıcıydı, erinin xizmetini qılıdı. Demek bütün işinin əməsini anı qılıdı. Ayal qılıdı, yen təqsizlər bilən tən işləb pul tapımız. Şunam emasmı? Demek biz ayallarının intayin çoğun rolumuz var. Şuna şu Rəşidə qıldı bir dana saat bilən bir dəst gülünü əp çıxdı. Şu Rəşidə deydiğən künün soğuğunuz bolsa, bana səhnini bərdim. Naq meydanda. Rahmet köpçülük. Minnettarlık duygusu ba adam üçün dünyada en isil fazilet hesaplandı. Minnettarlık duygusu hem kişide oluştu işlese de qarayman. Muşu bugünkidek netice, bugünkidek qollaş, bugünkidek köpçülüklerninki alkışığı erişkinimnin özü köpçülüknin qollaşıdın. En aval meni bu dünyaya apri qilgan anamga teşekkür. Rahmat! Mehriban analarımız aman bolsun. Muşu Xalmuratning anasını müstahnik muşay təklif etib alsam, şu mehriban analarımızga teşekkürünü yakın muşu dairede turup rahmetini bildirib alsa. Rahmat. Gerçi dadam kelenmegen bolsa mı, benim sebepten dadamgımı en ali minnettarlığımı bildirmen. Dadamgımı rahmet. Anamgımı rahmet. Meni qollab kelyapkan. Rahmet. Mening xizmetimni qo'llab, oilada jafo tortib, mush ishki balniki butunlay üst bitilishidan tortib, ma'rifchi bo'lgan ishlarning zimmasiga ib kelayotgan ayolim Rashidagimi cheksiz minnatdorligimni bildiraman. Rahmat. Mangu baxtli bo'linglar, tininglar salomat bo'lsin, umringlar uzun bo'lsin, baxtli oilanglarga mangu ko'z tegmasin, yar ilmdek yamlashib o'tkil nasib qilsin. Rahmat. Rahmat. Çavukinglarga rahmat, Rashida amdiya. Hem de muhabbetinizde izhar qilib aldırmayı. Saatlarını taqab, muş anamız çıkıca, muş da qarab tutturayman. Rahmet. Butkul dünyanın anısı bizden mehriban analarımız her joyda aman bolsun. Tini salomat bolsun, ömür uzun bolsun. Barcha aziz mehmonlar bilimiz bir farzand dunyoga kelgan kundan boshlab bizning mehriban ota-onalarimiz butun dunyoga shundoq jakarlaydi ekan. Ot bo'lsa o'chiraman balam uchun. Suv bo'lsa simiraman balam uchun. Yo'llarini to'sib olsa shohat ekan, yalang oyoq yuguraman balam uchun. Tayyorman balam uchun zarlanishqa. Tayyorman balam uchun qarlanishqa. Tayyorman balam uchun zarlanishqa. Raqibimga shukunaman balam uchun deb butun dunyoga jakarlayotgan. Bizni shu allaytib 9 oy 9 kun qo'sig'ida ko'tirib, tug'ib bizni shunday kunlarga erishtirgan bizning mehriban onalarimiz har joyda aman bo'lsin, tini salomat bo'lsin. Mangu bizning mustaqilligimizni chaqnab tug'ili nasib qilsin. Rahmat. Mihriban ana Anamның ko'ngliga rahmat. Rahmat apa. Mening so'g'dim endi oddiy bo'lib qoldi. Bir dasta gul bilan bir dona oltin uzuk. Lekin ko'pchilikniki Muşu vaqt meselesi üçün nurgulluğun adamlar qarab turuyatdı. Bizden nurgun faaliyetlerimiz var. Şunun üçün anamga üzükni uygu ağanı sep koyay hazırca. Vaqt meselesi arqılıq
qalbimdagi minnatdorlikni Rashida bildirib taqab qo'yay. Rahmat. Rahmat sizlarga. Men uchun ayolim sevib qo'ysin müşüzikni. Şoňa muş pastirayotgan aziz mehmonlar, hammamizning ko'zlarimiz shunday yoshlanib qoldi. Muş atirayotgan aziz mehmonlar, hammamiz bilamiz, ba'zilarimizning dadisi bor, yana ba'zilarimizning anasi bor. Vaqtsiz dunyodan ayrilib qolgan shu mehribon ota-onalarimizni har vaqt eslab turamiz. Şoňa ota-onalar barda har vaqt ota-onalarni hurmat qilinglar, ota-onalarni izzat qilinglar. Ular ketganda, "Hey, isit, muş ota-onam bo'lgan bo'lsa, 1 minut putqollarini tutib olgan bo'lsam, 1 minut shu xizmatini qilib olgan bo'lsam" deydigan cheksiz pushaymonni qilmanglar. Tovar ballar, tovardan ativar ballar. Atasi ba, anasi ba. Xolmurod apandimga o'xshash qavatlar baxtiyor ballar. Rahmat. Rahmat ko'pchilik. Muzikangizga rahmat. Rahmat. Mushu Xalida anamiz deydi. Mushu Xolmurodni qo'llab mushkunga erishtirgan, mushu do'sti Dilrus Beyapantani texnik shirkatining qurg'uvchisi Abdurahim apandimning ayoli Aysha xonimga birdan oltin uzuk sep qo'ysam deydi. Marhamat, vaqtni sal ching'aroq tutinglar. Uningdan boshqa mushu Xolmurodning singillarining mushu guldastalari bor, shu guldastlarni mush o'tirib ochsanglar, baraqla evagan bo'lsak, rahmat. Chavaklar yomon uzilib qoldi. Rahmat. 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 Xo'yoshisan Muborak bo'lsin. mehribon ona muhabbatlik go'zal olamning qo'yoshisan mehribon ona mehring go'yo dengizdin cheksiz farishtamsan mehribon ona mehring go'yo Rahmat, muzikalarga yana bir qatim rahmat. Intayin ko'p jafolarni tatibsizlar. Tashakkur. Sininglar salomat bo'lsin, umringlar uzun bo'lsin. Hamda asta pastga tushib o'tirib qolinglar. Rahmat. Bo'pti, rahmat ko'pchilik. Rahmat. Muzikangizga yana bir qatim rahmat. Mushu pastda faqat chavak chammay o'tirayotgan aziz mehmonlarga shuni degim kelyotidi. Ba'zilaringlar chavakni intayin yaxshi chevatsizlar, yana ba'zilaringlar chavakni faqat chammayapsizlar. Mushu chavak chalsanglar intayin yaxshi bo'ladi. Qanday bo'ladi? Chiroyinglar har vaqt kulgi yugishib turdi. Meningdek ijarab 32 tishinglar chiqib turdi. Qanayishinglar yaxshi bo'lib, oqshomlik uyinglarga borganda yaxshi rahat uxlaysizlar. Uningdan boshqa yurkinglar foydali, yurkinglar yosh turdi. Chavakchilaringlarimiz kepim yargan bo'lsa rahmat. Tashakkur. G'ulji xalqi chavakni bekda oladigan xalqni yomon bek chammay qo'ydinglar. Chavakni ya meni ko'rib xo'sh bo'lmayotamsizlar ya. Xo'sh bo'ldinglarmi? Ovozinglar chiqmadi ya? Rahmat. Men intayin xo'sh bo'lib ketdim. Tashakkur. Rahmat. Anvar ma'lum oldida turli. Bizning kuchada sizlar o'zlari deymiz, xush gaplar. Shunami? Intayin bek chiroyli so'zlar, xush gaplar sizlar bilan tanishganligim intayin bek xush bo'ldim. Muborak nomlarini uzundan bir anglab do'yinlarda ko'rib, men sizlarning bir pintozlarichi. Shunga men bugun mushu Dilrus shirkatimizga vakolatan sizlarga alayda rahmatimni bildiraman. Muborak qadamlariga marhaba. Bu yerga ochiqib qoldim sizlarni. Endi qanday qilishli o'zlariga qoldi. Salam bizden bu şu muhitga kelgan barliq aziz do'stlar, hammalarninki hozirgi vaqtlar xayr bo'lsin. Hammalarni ko'rib men intayin xush bo'ldim. Shunaqlab bugun bu shu ki lideri Abdurahim apandimninki o'rlashtirishi bilan mishadagi barcha do'stlar bilan didar g'animat ko'rishga yuz ko'rishga nasib bo'lib shunaqla aziz mehmon sifatida mishaga qatnasha olganligimdan intayin xush bo'ldim. Shunaqla Abdurahim apandimninki işlerining texim utuqliq bo'lishini chin dilimdan umid qilaman. Mening ismim Anvar, o'zim shu G'uljidan harbiy qism turib qaytgandan keyin men shu sog'lomlik setish sohasida uzluksiz tirishib kelyapman. Hozir Sichuan o'lkasi Chindu shahri Veyinto elektronik to'rso'z supisiningki birlashma qurg'uvchisi, shundaqla Xinjiangdagi Qaltislar guruhining qurg'uvchisi Tiananbeyjan nomidagi kichik molekulalar harakatchan sapet talqini ham Xinjiangga akirgan Anvar bo'lman. Sizlar bilan yana bir qatim yuz ko'rishganim intayin xursandman. Hammalarning kelgan qadamlarga marhaba. Hammamiz bu yerga yig'ilib o'tiribdik.
Çünkü hemimizdeki maksidi ortak maksat, ortak nişan şuna deyman. Bugün günlükte hemimiz bilimiz sağlamlık qana qılıdı. Eğiz gelinse hem adam dikkat itibarını berdiğin şundak bir devir keldi. Kelgüsü düşürse hem adamlarınki maqtındıgan bir narsa qaldı. O bolsa mını bilseniz dal sağlamlık. Şun bugünkü qanday qatıdı? Sağlamlık üzlüksüz taraqqatıdı. Nurgun adam qanday sağlamlık mədləq sivatıdı. Nurgun arzusu var, arzusu küçlük adamlar muşu sağlamlık yolda qanday qatıdı. Üzlüksüz taraqqatı deyin. Şundaqla bunun deyin ki davrning taraqqat nimasiz elektronlik tor so'zi bilan taraqqiy qilish oldi turibdi. 2019 birinchi aydan beri mush elektronlik tor so'zi qonuni yo'l qo'yilgandan keyin turkumlab elektronlik tor so'zlar qanday qatidi? Barliq kelyapti. Shunga mana Dilrus biopantexnik shirkatimi mushu davrdagi mas qadim bilan birlikda ilgirlab qanday qildi? Elektronlik tor so'zini qurib, shunaqla barliq mushu suyimlik vakolatchilarga eng esil bo'lgan bir so'zini qanday qildi? Hazırlap berdi. Men o'ylayman, meshak kelgan barliq do'stlar hammanglar intayin talaylik do'stlar. Men o'ylayman, hammanglar minnatdorlik qalbinglar bilan buni shundoq bir esil so'di fursatni yaratib bergan Abdurim liderga qizg'in chavqinlarga rahmatinglarni bildirsanglar bo'ldi demoqchi. Meshak o'tgan barliq do'stlar hammamiz pulni intayin yaxshi ko'ramiz, shunaqa deyman. Pulni yaxshi ko'rmaydigan do'stlar bormi yo'qmi? Yo'q, hammamiz yaxshi ko'ramiz. Nima uchun hamma odam boy bo'lishni yaxshi ko'rdi, pulni yaxshi ko'rdi? Nima uchun boy bo'lolmaydi? Maqsad birlam. Nurg'un odam arzu yo'lda qanday qildi? Yerim yo'lda bel qo'ydi. To'g'rimi, xatomi? Shu biz qanday qilamiz? Qalbimizda so'ygan kasbimizni tanlagankanmiz, adoqicha shu kasbni qanday qilishimiz kerak? So'yib shu kasbning akliga aylanishimiz kerak. Biz shunday qanday qilamiz? Shu o'zimiz so'ygan kasbdan cho'qim kelgusimizni yarata olamiz. Men 13 yil burun mushu iyilik tiklash yo'liga manga vaqtimda men intayin bir oddiy odam. Gerçi qismdan qaytgan bo'lsam, jamiyat o'zimning o'rnim yo'q. Lekin kuchlik bir arzu qanday qildi, meni bu yo'lga atmangdi. Shu jarayonda men nurg'un javr mushaqqatlarni tatgan bo'lsam-mu, lekin hech qachon qanday qildim, mening yana yo'lim bormidi. Men bir qo'shimcha ishlarni qilsam degan ishni o'ylab, men cho'q muvaffaqiyat qozinaman deb ado qilmoqdim. 10 yıl tirishdim, hech qanday natija chiqmadi. Atrofimda bir turkum odamlar qanday qildi? Sen qilolmaysan dedi. Lekin birli ish men o'zimga ishondim. Shunga bir qush daraxt qo'nganda hargiz daraxtning shixiga ishongan emas, o'zining bir jup qanotiga ishongan. Men o'ylayman, o'sha o'tirgan barliq do'stlar o'zingizlar ishlamsizlar, ishonmamsizlar? Demak, ishongan bo'lsangiz, eng talaylik. İşençinin kuchi qanday? Intayin zo'r. To'g'rimi, xatomi? Ishonch bizni cho'qim ko'zlagan nishonimizga yetkazdi. Men buna qisqagina 2,5 yil, 3 yil mobaynida bo'lsangiz, o'z saharimda uzluksiz tirishish orqali meni bugungi Shinjongda necha 10 ming odamni qanday qildim, yetaklab muvaffaqiyat sahnasiga olib ketib borma degan gap. Çoğumuşa o'tirgan barliq do'stlar, sizlarni intayin talaylik. Bugun meni shundoq bir esil bizningki milliy korxona bilan qanday hamkorlashib o'tiribsizlar. Abdurim lider intayin esil biz tanışgandan beri azırlıkça alaqında yaxshi o'tyapmiz. Shu sebep bilan imsonsiz do'stligimiz kundan kunga taraqqiy qilyapti. Shu sebep bilan men mishada bir aziz mehmon sifatida sizlarni oldingizlarda namoyish intayin talaylik his qilaman. Bundan keyin mush yo'lda barliq suyimlik do'stlarningki sog'lomlik bir fursat. Elektronlik to'g'risida u bir fursat. Men o'zimga qat'iy ishonsam, mush yo'lda adoqicha tirishsam çoğum men o'zimning kelgusini yarata olayman degan niyat bilan qarab maqsangiz, men o'ylayman buni yaptım lider sizlarga o'ylamagan eng yaxshi sharoit, eng yaxshi fursatlarni qanday qildi? Hozirlab berdi. To'g'rimi, xatomi? Misha o'tgan barliq do'stlar o'zingizlarning kelgusiga ishonchinglar bormi yo'qmi? Demak, sizning o'zingizning kelgusingiz bo'lgan ishonchingiz bo'ladi ekan, cho'qim taqdirimni o'zgartaman degan sizda bir ishonch bo'ldi ekan, biz qanday qilamiz? Birlikda davomli Dilrus degan shu bir markani eg'izimizda turib qanday qilamiz? Davomliq qarab ilgirlaymiz degan gap. Shunga bundan keyin hammanglarningki kasbiy hayotinglarning intayin g'alabalik bo'lishini shundaqla Dilrus shirkatining Dilrus markasidagi mahsulotning texmi bozorlik esil mahsulot bo'lishini shundaqla bundan keyin shu yo'lda turkumlab mush milliy korxonadan o'ynamagan muvaffaqiyat qozongan do'stlarningki mush sahnada bo'lishini chin dilimdan umid qilaman do'stlar. Rahmat. Bugün Mishada hammamiz o'rtaq bir nishon uchun o'tiribdik. Bu buningki ishlaringlarning texmi o'ng'ishli bo'lishini
Abdurim ağinamның bunun ikinci kişilerden tekrar muvaffakiyetli buluşunu çin dilimden ümit kılman. Hamma Allah'a köptün köp rahmet. Görüşeceğim Allah'a. Rahmat, Anvar müəllimə təşəkkür. Harmağaysız rahmat. Onda bolsa Anvar müəllim üçün yeni bir qıdım qızğın alqış cavablarını verib durursunuzlar. Təşəkkür, rahmat əziz qarindaşlar. Oyama usta. Vay. Qanday qaraq qo'yatamda? Ovoz chiqmayotdi, taz bo'lmay qolgan şeydi. Sal turma parang qilib qo'ysak taz erkakga vaqtida o'salib o'tamay deyman qo'y. Unda olsa mehmonlar shunday yaxshi o'tiribsizlar. Bir ikki talında bir G'o'ljininki yerlik bir paranglarni anglığınlar bormi ya? Xo'sh yaxman. Men tushib turay. Bo'ldi, tushib ketam. Oy mikro. Ma'ning iliqi 3 chiqib ketibdi-kancha, shun sal gap uzilib bordi. Men da tug'ilib cho'ng'ildim. Men oddiy bir chaqchaq so'rindan ilxaliq radio stansiyasiga keyin ekran aç mikrofonni. Vay. Keyin ma Okean televiziya stansiyasiga çayxona paranglarga berib, mashadagi o'tag'an onalarga, ayollarga choy qo'ydim-chu. Bizningki Madaniyat Bo'stonining Vay, bo'ldimi? Madaniyat Bo'stonininki dangliq riyosatchisi Abdurim akamiz degan Fukam deydi nima desem, eli çaqchig'ida 30 o'g'il 9 qiz deb ta'riflanadi deydi. Desem 30 o'g'ilni emas chaqchaqni shu 9 qizninki shu bizni tuqqan onalarimizning oshlarning bir anglash huquqi degandichu. Shunga huzuringlarga bir ikkita yumor so'zlab beray unda bo'lsa. Sizlar jo'shqin o'tirib chavoq chepamisanlar, men mikrofonma meni bir yangiz qilib qo'yapti-chu. Rahmat. Mau çayxona paranglarga berib, ashada men riyosatchilik qildim. Riyosatchilik qilib, bu yerda 6 oydak tug'a vaqtimda Muştaq şirketninki direktorlari kelib, dasturxon silib, vakolatchilar so'z qilgan ishlar borchu. Shu vaqtda sakinda o'tirib turmay qarsam, Holrangul deb bir şirketninki faoliyat olib kelib, ashada shuning riyosatchilik qildim. Riyosatchilik qilib, bir orliq sakinda ayet o'tirib turishim qila, bir qiz hamda shu direktorga rahmatini aytdi ekanda, men shu Holrangul şirketiga vakolatchi kirgandan tatib dedi, bu qiz o'di qilib turdi-da, tunji qitim ashta sakiniga borgan qiz ekan Qashqa tarafdan. Shundan keyin voy tunji qitim ayta chiqishim 2017-yili shu Holrangul şirketininki mahsulotini setib 5 gramlik oltin üzük aldım. 2018-yil kirganda 20 gramlik oltin toj aldım. Dedi bir orliqda rejissor, to'xtang, o'chiring deb men chaqirib kelib, "Makilinga" dedi, "Nima deb boshladsam, "Qopmay maqizga da qo'ying, mashinjang danchtaydi qo'ydigan programmati, bu yerda undaq bir nimalarning kilo sonini demagan bo'lsa" dedi. Bo'ldi deb aqizning qishig'i berib, "Og'an, hamma nimaniki kilo sonini to'liq desin" deydi ol dedim men. Berib, jimmada o'tirib oldimda, aqiz qo'liga mikrofon deb qayta so'zildi. Men shu Holrangul şirketiga vakolatchi bo'lib 2017-yil kirgandan tortib 5 gram oltin üzük aldım. 2018-yil kelganda setish nuqtamni yuqori balda ko'tarib 20 gramlik oltin toj aldım. 2019-yil kelganda setish nuqtamni yuqori balda ko'tarib 1 tonna 300 kelgan kichik mashina aldım deydi. Bo'libmi? Ota-ona balaning ayni etkanda bala ota-ona qarta ish tutadi ekan. Mashu bir ichibli yurganda ekan, ma balasi voy dadam ishgandan bo'lganda ekan, bu haraq bo'ladigan nima kejmo deb toz bir kun uy g'iq demas kelsa, opsimda qarab turib ketib, "Ey, ichibsa? Voy, yo ishmidim? Ichibsa, qarab qana, gupildab purab tursan-ku." Desa, "Voy, yo'q, apa, yo'lda og'iylarim bilan kelyotdim. Qarsam dadam ichib ajistil bo'q yo'linib turibdi-ki, jinim dada deb yugurib quchoqlab so'y qo'yganini bilma, mashta mas'ul ketdimi?" desa ayol, "Voy, beshingni ayolga yo'q gapni qildi ekansa. Undaq so'y qo'yganga mas'ul kelsan, men zobi yo'q ketdim-ku" deydi. Unda bo'lsa, bizningki sahnimizga alohida chiqadigan azimimiz bo'lsa, biz kichigimizdan tortib bo'libmi biz. Mashhad o'tag'an balkim cho'nglar bilan qurdosh kelish mumkin. Bizningki so'yimlik naqshchimiz Anvar Hokim akamizni sakniga taklif qilamisak, chavaklarimiz uzilib qolmagan bo'lsa, Anvar aka sakni marhamat.
Ha, çavaklarımız var mı? İsel. Yaxşı geldin aka. Unda olsa bugün meçedeki barlıq əziz mehmanlarga şundaqla senin bilan biz G'oljidin kelmez. Şu Abnum rayonumuzun her qaysi joylardan kelgan əziz mehmanlar senin naqşlaryngni haqiqatan yaxshi ko'rib anglaydi. Şoňa maşlagy isil bir kuylaryngni hozir aytgan bolsaň aka. Sakin sanqadi. Rahmat. Rahmat enim, rahmat. Bir şeygire kelmesem mikrofon sal tatmaydigandek turdi. Yaxshimsizlar azizlar. Kunduzlikinglar xayrlik olsun. Bugün yana Abdurim efendimninki şirketi bo'lgan Dilrus şirketininki yana Dilrus markasındaki 2021-yili bazaq sağan hem bazaq samaq çoğan mahsulatın tonuş beqish yüzüden hem tonuşuş yüzüden mişak yig'ilib o'tiribmiz. Yig'ilib o'tirgan sizlarmi baxtli ekansizlar, menmi sizlar uchun xizmat qilmoqchi bo'lgan, menmi xeyli baxtli ekanman. Shunda o'yladim. Rahmat sizlarga. Albatta yaxshi endi o şirket to'g'riliq nurg'un gap so'zlar bo'ldi. Riyosatchilar dedi, bu yerdagi har jutki direktorlar bo'lsin, vakolatchilar bo'lsin, bir qor bu şirket to'g'riliq tushuncha berdi. Amalva bu şirketlar bilan yaxshi hamkorlashib, chiqish yo'lini tepishni o'ylayotganlar bo'lsa, davomli Dilrus şirketi bilan hamkorlashishni umid qilaman. Rahmat sizlarga. Anvar efendim abiyatin bir gapni dedi-chi, hamda buningdiki eng yaxshi foyda sog'lomlik dedi. Demak, men shunda o'ylab qoldim, men bu yaqin yaqsal og'rib kelib doktorxonada jiqitib qolgan bo'lib qoldim-chi. Men bu sog'lomlikni jiqroq ichib bersam bo'ldi o'xshaydi Anvar, ha? Shundami? Rahmat. Amsa sizlar uchun bir ishki naqshi aytib bersam, xolis tangsa o'ynaydigan tangsa o'ynasanlar bo'lmasa, hozirlang'ash otasanlar, merhamet, rahmat. Hey! Hayatım go'yo yelkenlik kema, muhabbet qaynamlarida mengu o'zgan. Sevgi dunyoga menguluk mayak, shunga vujudum sen uchun kuygan. Sevgi dunyoga menguluk mayak, shunga vujudum sen uchun kuygan. Zimiston qishda sarsana vujudum, ko'zlarim yana izlaydi seni. Menguluk qalsam qotqan muzguya, lekin chachar sevgidini. Menguluk qalsam qotqan muzguya, lekin chachar sevgidini. Hey! Baqirib o'ynanglar, achimcha kayfiyat ko'tarib mana. Hayatım go'yo yelkenlik kema, muhabbet qaynamlarida mengu o'zgan. Sevgi dunyoga menguluk mayak, shunga vujudum sen uchun kuygan. Sevgi dunyoga menguluk mayak, shunga vujudum sen uchun kuygan. Zimiston qishda sarsana vujudum, ko'zlarim yana izlaydi seni. Menguluk qalsam qotqan muzguya, lekin chachar sevgidini. Menguluk qalsam qotqan muzguya, lekin chachar sevgidini. La 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 la.
Zimiston qishda sarsana vücudum, gözlerim yana izlaydi seni. Мәңгілік қалсам қатқан мұзгуя, мәлікін чачар сөйгедіні. Мәңгілік қалсам қатқан мұзгуя, мәлікін чачар сөйгедіні. Zimiston qishda eriydi tenim, baxshanda qilsang so'ygidini. Rahmat sizlarga. Ko'pdan ko'p rahmat sizlarga. Abiyatin bir onamiz mush sahnaga chiqish munosabati bilan bir yaxshi bir kayfiyat bo'lganda sahnada shundami? Ona bola o'tirsa shunda yaxshi bir kayfiyat yuz berdi. Men ayada o'tirib, hamda ba'zilarimizning onasi yo'q, ba'zilarimizning bor hamda. Hammamiz o'xshash bolaning onasini o'zimizning onasida ko'rib o'ssak bo'ldi deb o'ylayman hamda mencha. To'ndamsa yana davomliq mushat o'tagan onalar, ham ona bo'lmoqchilarning hurmatiga yo'g'on o'ylangni maqtaysan, ko'rinmaydi onang ammo, temizki ammo degan naqshni o'rlab bersam, huzurlaringizga marhamat, rahmat. Yoğan hoylanı maqtaysan, körünmeydi anan emma. Yoğan hoylanı maqtaysan, körünmeydi anan emma. Anan yok hoylığa asla yaraşmaptı baran emma. Anan yok hoyluğa asla yaraşmaptı baran emma. Anan yok hoyluğun hoşken, həcəb gönlü ayalının. Anan yok hoyluğun hoşken, həcəb gönlü ayalının. Moman deb şığlısa undin, tayak yeptu balan emma. Momam deb şığlısa undin, tayak yeptu balan emma. Yayak geldi, yayak ketdi, seni her görgisi gelse. Anan ne sürmeysun diye, balan düşken çanan emma. Ana deb bağırga baskan kişi bizde şalan emma.
razi kalan emma. Rahmat azizlarga ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Rahmat sizlarga. Endi biz uchun gulda sungan analarımızga, dostlarımızga, hem sizlarga çavak chep o'tagan, bizni yana davomli mush sahn turishga undayotgan barliq azizlar ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Ham tön yanda sal kayfiyat ana to'g'riliq bo'lgan kun sal odamning ishchilari bir qism bo'lib qolgancha. Shuning yani bara olmayman demiz bir usulliq naqshini aytib bersam, shu usulni o'ynab bersanglar. Marhamat, rahmat. Ilyar bara olmayman deydi. Çok oynayımız sunum. Sen merhaba, rahmat. Hey! Baralmayman, hey! Könglünüzni alay deyman, alalmayman. Könglünüzni alay deyman, alalmayman. Bir sözüm bor sizga zodi aytolmagan, aytolmagan. Aytay desam hajab haqida bo'lolmayman. Bir sözüm bor sizga zodi aytolmagan, aytolmagan. Aytay desem həcəb həqda bulalmayman. Bağıra boynanla. Hey Enver. Baralmayman hazar aylab atınızdım, atınızga tutuzgan şu asınızdım. Şirkin men akınızdım, akınızdım. Yusun şundak ular ursa uralmayman. Şirkin men akınızdım, akınızdım. Yusun şundak ular ursa uralmayman. Avazına bam hey! Akrab oynayın ha! Öçürelmez otuğunuzlu göz yaşlarım, bu yaşlarım. Haçangıça şirin söhbət kuralmayman. Öçürelmez otuğunuzlu göz yaşlarım, bu yaşlarım. Haçangıça şirin söhbət kuralmayman. Məlimizge baray deyman, baralmayman. Könglünüzni alay deyman, alalmayman. Könglünüzni alay deyman, alalmayman. Alalmayman, alalmayman. Hey rahmat. Rahmat sizlarga ko'pdan ko'p rahmat.
asıl oynab bergen, müşahede oturab bergen, bu şirketni qo'llab berayotgan barliq azizlarga, jiroq yaqindan kelgan mehmonlarga Abdurim efendim nomidan chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Rahmat sizlarga. Rahmat. Sizga rahmat Anvar aka. Ajoyib yaxshi naqshlarni aytib berdingiz. Kichik vaqtimizda sizning naqshlaringizni shundoq sen qo'yib inga yo'lab o'tirib anglab ketadik. Aygua degan naqshingizni. Ash naqshingizni aytib bering desam vaqtimiz sal qis bo'lib qoldi. Shunga yana ozroq qimmatli vaqtingizni chiqarib o'tirib tursangiz, yana shu vaqtni kechida vaqt o'rlashtirib bir taklif qilsam, talab qilsam, unda bo'lsa barcha aziz mehmonlar mush Anvar akamga bir chavakni berib olsangiz. Rahmat sizlarga, rahmat. Rahmat. Hoş hürmetli aziz mehmonlar, bugün kelgan aziz mehmonlarimiz hammamiz bilamiz. Bugungi mushu faoliyatimizning asosliq mazmuni bo'lsa, Dilros Biopatent teknik shirkatimizning 2021-yildagi mush ekranda chiqayotgan yangi turimiz Dilros yurishlik mahsulotimizning yangi tur axborot e'lon qilish bilan birga xaridor chaqirish faoliyati, uningdan boshqa yaqinda beri uzun yillardan beri bizni qo'llab kelayotgan barcha azizlarga, barcha iste'molchilarga, do'stlarga rahmatimizni bildirish uchun mana katta bir dasturxonlarni saldik. Shu dasturxonni bugun alayda sog'an bizning Dilros Biopatent teknik shirkatimizning qo'rg'uvchisi Abdurahim efendimni taklif etamiz. Marhamat bo'lsin. Ko'pchilik yana bir qitim minglarga rahmat. Oyoqlashmaydigan so'ri yo'q. Bo'lsa sizlar bilan texmi jiq san'at nomorlari, uningdan boshqa ko'p bilimlarni sizlar bilan o'rtoqlasak bo'ladi. Agar ertadagi kunda vaqtinglar bo'lib qolsa, ya'ni mushu biz bilan mayli 700 ko'ylik hamkorlashuvchilar bo'lsin, mayli uning yuqorilik 100 ming ko'ylik hamkorlashuvchilar bo'lsin, bizningki ikki qism tarbiyalashga qatnashib, undidar sohasidagi o'zinglarning bir kishilik hamda sizlarni cho'qim 7 ming ko'y akilinglar demaymiz. 700 ko'y bilan boshlab bir mezgil agar bizning ishimizni qilishga ko'zinglar yetmay qolib qolsa, boshqalarning ishlarini qilishga foydasi bor. Chunki ayni vaqtida 10 yil 11 yilning oldida nima bo'lib ketdi bu? Bo'ldimi? Andami? Oldiqroqmi? 11 yilning oldida men sizlarga o'xshash bir kursant sifatida to'xtamay faoliyatga borardim. Nerede faoliyat baki desa berib, en kichik vakolatchi bo'lamdi yoki vaqtlarda qanday cho'ng ma'noga o'xshash oltin kumush beradigan hech qanday faoliyatlar yo'q. Lekin o'g'inish bor. Masalan, Mayra ma'lum o'xshash nurg'un o'g'inish bo'lgan odamlar bilan ko'p uchrashib, eng oxirida endi men o'sha Dilros shirkatini quruq qo'l tikildim desam, ba'zinglar ishonaysizlar yoki ba'zinglar ishonmaysizlar. Men o'zim o'sha G'o'ljininki Qo'rg'os naysing Loskun deb bozordim. Mening saboqdoshlarim o'tiribdi Jo'zda. Men shu o'qishga ketgan vaqtida, ya'ni Uyg'ur tilida o'qiganman. O'zim Dajonda dorigarlik, Bankani klinikada davolash o'qib, qo'sh unvon bilan maktab bitirgan bo'ldim. O'zimning kasbini qilmay, yana mush korxonchilik sohasiga yuzilinib ketish jarayonida men nimani his qildim deganda, amaliyotda quruq qo'l egilik yoki oz so'mi bilanmi millionlik qimmat yaratqili bo'ldi deb o'ylayman. Men hozir o'zimningki umumiy yaratgan qimmatimni yoki umumiy mablag'imni hisoblab baxmadim, lekin mening nomimda zavod, shirkat, musholat bor. Ham bizmi nayta qiyinchiliklarda o'qib, dashularni bitirib qoldik bir yezdan chiqib. Shunlashqa hamda bu yerda o'tag'inglar ko'pincha ayollar ekansizlar. Hozir uning ustiga zamonaviy bo'lgan savdo bir andisiga yuzinib ketdik. Hatto mening opammi hozir undidor savdosi qilib o'tirib. Ba'zi choylarga uning buning hamkorlashuvchi bo'lib, vakolatchi bo'lib. Endi buningga biz yana ko'nmay, o'zimizni yana davomli kayniga tortib tursak, menimcha bu fursatlar ketish mumkin. Shunga mening demoqchi o'g'lim oxirida bizningki davomli yaxshi hamkorlashuvchi bo'lib ketishlarni umid qilish bilan birga yana bir xo'sh xabarim bor. Bu xo'sh xabar bizning ekran oldida ko'rayotgan hozir 85 ming odam ko'ryapti. Mushnaq maydon faoliyatni biz 8-oyning 20-si atrofida Xinjiangda Dilrosninki, ya'ni Dilros emas. Dilrosninki 400 maxsus yetish do'koni ochmoqchi. Ya'ni butun yezlarni asos qilib. Ya'ni 8-oyning 20-si axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazamiz. Endi bu 400 butun yeza, noya, shaharda agarda mush amaliy savdo qiziqadigan, to'r savdosi qiziqmaydigan, men amaliy do'kon assam bo'ldi deydiganlar bo'lib qolsa, bizga tizimlatishni boshlasanglar bo'ladi. Biz yana shu oyninki
15'dan aşkandan keyin yani bu da qarta tizimlashni elib boramiz. Şuna agar da yezlarda bo'lsin va mayli shahar maylarda bo'lsin, maxsus etish do'koni, ya'ni Dilrusning maxsus etish do'koni etish ne o'ylayotganlar bo'lib qolsa, davomli aloqalasanglar bo'ldi. Masalan bizningki tunugundan boshlab bizning Ko'rada bir do'kon ichilish tayyorligi boshlanib ketibdi hozir. Do'konlarni tepib, jo'nshuv qilish tayyorligida. Şunun o'xshash, mayli yez bo'lsin bo'ladi, shahar bo'lsin bo'ladi. Chunki bizning Dilrusning mahsulotlarining bahası asasen yezlarni asas qilgan. Bizningki setib baqqanlar bo'lsangiz bo'ldi. Eng qimmat mahsulotimiz 200 ko'yga bormaydi, 30 ko'y, 40 ko'y. Chunki biz asasen davolash tipidagi yoki sog'lomlik tipidagi mahsulotlarni o'ttir qatlam bozor ahvolini asas qilgan. Shunlashqa yezlarni assaqmi biz tamamen içib ketalaymiz. Shunga eng oxirdagi xulosa bizning Jiroq yaqindan kelgan barliq mehmonlar, qo'llovchilar, vakolatchilar va shirkat birlashma qurg'uvchilarga ko'pdan ko'p rahmatimni bildiraman. Faoliyatimiz mushun bilan oxirlashdi. Rahmat. Hammanglarga rahmat aytaman. Eng oxirgacha o'tirib berganinglarga rahmat. Bugungi faoliyatimizni alohida qo'llagan Abiyatin Mirsi Mo'ngluq kuylarini bizga yangritib, yurak tarimizga chekkidak muzikalarni naqshlarni o'rlab bergan ijodiy media tarixi shirkati tarmoq ostidagi Anar kuyi muzika atritiga alohida rahmat aytamiz. Bundan keyin taraqqiyotinglar teximiz zo'r bo'lsin. Hammanglarga rahmat. Shuning bilan birga rahmat. Xo'sh. Yana bir qadam ko'rishcha aman bo'linglar. Xayr xo'sh. Hammanglar saqlik, amonlik, xotirjamlik, baxtli oila mangu yor bo'lsin. Rahmat. Rahmat. Jiboni itvassaq hamda rahmat. Hamdagi navbatimizda Mayram olimni 5 minut sahnimiz yana bir ko'ygimiz bor. Mayram olim, marhamat bo'lsin.